Assalomu alaykum. Bizani kuzatib borayotganlar, xudo xolasa bizga a'zolik qo'yinglar. Sizlarga yaxshi santexnika bo'yicha ma'lumotlar berib boramiz. Qilishni bilmaydiganlar qilishni o'rganish uchun o'rgatamiz. Qilishni biladiganlarga yana bilmagan joylarni o'rganishga istaj bo'ladi. Xo'p, bugun sizlarga mavzuyimiz hamma o'z uyida ham suv trubalarini tortishlikga qanaqadir yechim topishlik uchun sizlarga bitta yechim qilib qo'yganmiz. Xudo xolasa bizani kuzatinglar. Bizga kerak bo'ladi metr marker kerak bo'ladi. Xo'p, biz birinchi o'chirishda fittinglarni, atvot, trayni hamma narsani ichini o'lchab olamiz. Birinchi 32 ning o'lchab olamiz. 1.8 beryapti. 1.8 ni biz trubaga chizib olamiz. 1.8 trubaga chizib olamiz. 1.8 dan kichkina bo'lish kerak emas chizganimizda. Kichkina taraf 1.8 ga chizib oldik. Endi biz xo'p, olamiz. Paykaga, paykani yaxshilab qizdirib olish kerak. 300 gradusda. Paykalar 300 graduslik. Oxirib turibdi 300 gradus. Mana chizuvga kelyapti. Mana chizuvni ol. Mana chizuvga keldi. Chizuvni ko'ryapsizlar. Endi buni mana chiqqanimizdan keyin xo'p 1 2 3 4 5 6 gacha sanadik. Endi olamiz. Mana chizig'imiz turibdi. Xuddi shunday qilganingizda mana ichi ham narbanli. Chekeli to'xtadi. 1.8 dan buni ko'proq tiqib olsanglar, chizuv yo'q bo'lib qolsa, unda ichiga ko'payib ketib qoladi. Buni yaxshi tarafi bizda har doim ichida bilmasdan, chizmasdan qilib olsa, ichini bekitib qo'yish ehtimoli katta. Hop, bunimiz mana 1.6 ekan. Ichi 1.6 ni chizib olamiz. To'g'ri 1.6 ni o'zini qoldirib. Hop, paykani olamiz. Bu ish qilishni bilmaydigan odamlar ham xuddi shu holatda qilsa, mana kirdi. 1 2 3 4 5 6. 20 talikda kamroq vaqt ketadi qizdirishga. Keyin o'zimizni O'zbekiston местный trubalarida farq qiladi. Yaxshi pilsa trubalarda bu rus turib ishlatilyapti. Bizda uy egalari nima deysa shuni ishlatamiz. Xudo xolasa 20 talikni ham 20 talikni o'lchaymiz. Hop, 1.5 beryapti ichi. 1.5 chizib olamiz. Bir yarim yoq chetiga to'g'ri bo'lishi kerak. Buni tagiga qo'yamiz. 20 talikda eng ko'p noto'g'rilanish 20 talikda bo'ladi. Kattalarda qancha katta ulasa shuncha bemalol bo'ladi. 20 taliklarda ichini bekitib qo'yishlik ko'proq bo'ladi. Mana chizuvga olib kelib oldik. Buni 4 gacha sanasak bo'ladi. Dazmolimiz yaxshi qiziganda. Xo'p. Bizda mana 4 gacha sanayapmiz, lekin pilsalarda 6 gacha sanash kerak bo'ladi. Shu payka qilgan paytimizda mana chizuv shu yerga keldi. Turbamiz ichlari ham yaxshi. Ko'proq kichkinalarda ko'p tiqib yuborilsa ichini bekitib qo'yish mumkin. Shunga qarab o'zingizlar bitta sinab ko'ringlar. Xudo xolasa videomiz foydali bo'lgan bo'lsa bitta like bosib qo'ying.